yana bir ajoyib shoir ukamiz O'rmonjon Xoliditovga navbatni beramiz. Marhamat. Rahmat ustoz. Avvalo opajon sizni ulug' safarlar bilan tabriklaymiz. Sizga nasib qilgan shoirlar hammamizga, barchamiz ota-onalarimizga nasib qilsin avvalo, keyin bizlarga ham nasib qilsin. Endi mana ruslar ustozlar davrasida o'tirgandan keyin shoirlar haqida bitta she'r bor, ahli shoir degan, o'sha jamoamizga atalgan. O'zimizga bo'lganmi? O'zimiz jamoa. Ofarin. Surpriz tarzda. Ofarin. Mana besharq ilhomlari deb internet tarmoqlarga joylayapmiz. Hazil to'yfasi aytamiz, qolgan shimolada. Hazil. Ahli shoir. To'plandilar she'rdek gala shoir, yarmi yomg'ir, yarmisi qor, jala shoir. Biri ijod qilar shahar quchog'ida, birisiga ilhom berar dala shoir. Biri turar bo'yinbog'i ko'rki bilan, birida to'n va boshida bo'rki bilan. Kim bo'lsa ham yarashadi shu davraga, ozmi ko'pmi tanish nazm mulki bilan. Chin nazmning tarozisi toshlari bor. Nazm sevar qarisi bor, yoshlari bor. Adabiyot mash'alasini tutib turgan, yo'l boshida ketayotgan boshlari bor. Majlisdan so'ng navo bo'lgay, nazm bo'lgay. Erkalik va sho'xliklarga jazm bo'lgay. Nozu ne'mat to'kin sochin dasturxonda, kayfiyat xush, barchasi tez hazm bo'lgay. Yozish kerak yangi qaydlarni ham, adosimiz go'zal she'r va baytlarni ham. Bu davraga kelmaganlar bir gap aytay, huzuri bor bunday xushdan paytlarni ham. To'plandilar she'rdek gala shoir, yarmi yetuk, yarmi bizdek chala shoir. Yarmi ijod qilar shahar quchog'ida, yarmisiga ilhom berar dala shoir. Voy, qancha yozibsizmi? Hozir yozdim. Tarixi avvalroq yozib qo'yganman. Men davralarga moslab qo'yganman.